U haqiqatdan katta yutuqlarga erishdi. U butunlay o'zgardi. Shuncha yil uydan uzoqda faqat sizlarni ko'rish umidi bilan yashadi. Meni bunday yaramas o'g'lim yo'q. Qanchalik o'zgarmasin, bir narsani o'zgartira olmaydi. U o'z onasini ko'zini ko'r qilib qo'ygan. Yo'qol bu yerdan. Men onamni ko'rmoqchiman. Faqat bir marta ko'ray, keyin ketaman. Uni ko'rishga noloyiqsan. Onangni bir ko'zi seni dastingdan ko'r bo'ldi. Keyin esa ikkinchi ko'zi ham yig'layverib ko'rmay qoldi. Oilamiz tinch va totuv yashashi mumkin edi. Ularni barchasiga faqat sen aybdorsan. Dada, men endi o'z kuchimni boshqara olaman. Iltimos bir bor onamni ko'ray. Achov, o'g'lim, qaytib keldingmi? Achov. Unda o'sha ikkita qo'lingni chopib tashla. Achov. Bu rostdan ham achovmi? Tezroq achovni ichkariga kiriting. Shuncha vaqtdan keyin u o'zgargan, uni ko'rgim kelyapti. Ko'zing qanday ko'r bo'lganini esingdan chiqardingmi? Agar uni ostonadan kirsang, bizni qachon urib o'ldirishini bilmaymiz ham. Achov unday bola emas. U maxluqning ozginasi. Agar oilamizga qaytmoqchi bo'lsa, o'sha gunohkor qo'llarini chopib tashlash kerak. Men ham bu kuchni xohlamagandim. Onamga ozor berishni istamagandim. O'g'lim. Onang sendan ranjimagan. Men seni himoya qila olmadim. Jim bo'l. Aynan shu iflos tufayli biz shunday qashshoqlikda yashayapmiz. Achov! Oyijon, achov! Ota-onang seni boqib katta qildi. Sen esa ularni azobga qo'yyapsan. Seni yashashingdan nima naf? Oyijon! Achov, o'zingni bos. Biroz ulg'ayganingdan keyin o'z kuchingni jilovlay olasan. Ularni hech biri seni aybing emas. Achov, nima qilmoqchisan? Har bir a'zoyim ota-onamdan meros. Ota, uyga qaytishimga ruxsat bersangiz, qo'llarimdan voz kechishga tayyorman. Shundan keyin sizlarga hech qachon muammo bo'lmayman. Aslo azobga qo'ymayman. Achov, yo'q. Otang buni shunchaki jahl ustida aytdi. Zinhor o'zingga zarar yetkazma. Men jahl ustida aytganim yo'q. Son oilasi tinch bo'lishini xohlasang, bu qo'llar chopilishi shart. Achov. Sen meni jigarbandimsan, o'g'lim. Oyi, o'zingga zarar yetkazishingga aslo yo'l qo'ymayman. Seni erkalashing tufayli u shunday qaysar bo'lib o'sdi. Achov buni o'zi xohlamagandi-ku axir. U tug'ilganidanoq boshqa bolalardan ajralib turardi. Qishloqdagi bolalar qochishardi. Kattalar esa qarg'ashardi. Nahotki hatto biz o'z ota-onasi ham jigarbandimizni xo'rlashimiz kerak bo'lsa. Bu ko'rgiliklarni uni o'zi tanlamagan-ku axir. Kechiring, oyijon. Meni kechiring.
Agar chindan ham uni qo'llarini chopmoqchi bo'lsangiz, unda meni ham qo'shib bo'yidan haydang. Xo'p. Nahotki esingdan chiqqan bo'lsa, ko'zlaring ko'r bo'lganda senga kim shifo izlab yugurib yurdi? Kim kecha-yu kunduz senga xizmat qilib qaradi? Mana shu yaramas la'nat o'g'liymi? Oyjon, meni to'xtatmang. Acha u sizga munosib farzand bo'ladi. Sizni sira uyaltirmayman. Tegma unga. Mayli chopaversin. Acha yo'q. To'xta. Bu nima qilganing? O'shanda ko'chada ochlikdan o'layotganingda seni qutqarib qolganman, yangi hayot berganman. Shunday ekan, o'zingga ozor berishga yo'l qo'ymayman. Achov. Agar menga rostdan ham ishonsang, gapimga kir. O'zingni qiynama. Boks klubiga qaytamiz. Senga bir ustoz topaman. U senga yo'l ko'rsatadi. Shunda o'z kuchingni boshqara olasan. Hech kimga zararing tegmaydi. Nima qilsang qil. O'zing bilasan. Menga desa go'rga olib ketmaysanmi? U endi Song Changuo'ning o'g'li emas. Song xonadoniga qadam bosishga aslo yo'l qo'ymayman. Achov. Oyjon! Qani ketdik. Hammasini boshidan boshlaymiz. Buni erta kecha yo'q. Qachondir sen haqiqiy jangchi bo'lib yetishasan. Otang albatta seni yana oilaga qaytaradi. Achu, men o'ylab qo'ydim. Kuchingni boshqarishni kim o'rgatishini bilaman. Sen juda aqllisan, o'rganib olasan. Shunda haqiqiy professional bokschi bo'lasan. Ustozim shuncha payt o'rgatdi, foydasi bo'lmadi. Eplolmadim. Sen o'zingga ishonishing kerak. Yo'qsa qanday qilib uyga qaytasan? Ota-onangga qanday isbotlaysan? Voy, Chin xonim, meni endi uyim yo'q. Otam haq edi. Men la'nati bir maxluqman. Onam meni dunyoga keltirdi. Men bo'lsa unga faqat azob, kulfat keltirdim. Nazarimda tug'ilmaganim yaxshi edi. Unday dema. Hozir boks klubiga qaytamiz. Hammasini yaxshilab o'ylab ko'ramiz. Ishon, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi ham sen yonimda borsan. Sen bo'lmaganingda o'sha ayolni deb qamalib ketgan bo'lardim. Yur, buni birgalikda yaxshilab yuvamiz. Xo'p. Bu o'shalar-ku. Qani ketdik.